Payg'ambar alayhissalom aytganlar, bir san sababli bir odam musulmon bo'lib qolishi shu quyosh nurini sochib turgan narsadan ko'ra yaxshi. Quyosh nafaqat yerga qancha joyga nuri tushadi quyoshga. Shuncha narsaga ega bo'lgandan ko'ra insonni bir inson sababli biz sababli bir odam iymonga kelib qolsa, bu juda katta narsa. Yoki biz sabab bir odam namozga tushib qolsa, shunga har birimiz da'vatchi bo'lishlikka harakat qilishimiz kerak. Bo'lmaganda o'zimizning uyda, oilamizda. Shunchaligiga borganki, bizning oilasida ham da'vat yo'q. O'zi ko'p narsa o'rganib olgan, oilasida ko'p narsa bilmaydi. Ota-onasi bilmaydi. Qanchadan qanchalarimizni hali ota-onalarimiz shu namoz ne'matidan bebahra. Namoz o'qimaydi otalarimiz, onalarimiz, qanchalarimiz aka-ukalarimiz, hattoki xotini namoz o'qimaydigan, xotini hijobda emaslar qancha. O'shalarni sekin-sekinlik hikmat bilan dilni ortmay, bezdirmay da'vat qilish kerak. To'xtamaslik kerak. To shu 100% atrofimizdagilar bir musulmon bo'lib islomga to'liq amal qiladigan ayollar hijobda, erkaklar ibodatda islomiy muhit paydo bo'lmaguncha to'xtamasligimiz kerak, harakat qilishimiz kerak.